mana shu tangada sinab beraman. Ko'rasiz, chiqqancha tanga yopilmaydi. Ilhomjon bizga va'da bergandi. Mana shu yigit hamma liftlarimizni olib kelaveryapti. Aka, mana shu tangada sinab beraman. Ko'rasiz, chiqqancha tanga yopilmaydi. Ko'ramiz sinab. Liftga baho bering. Mana ikkinchi tanga chiqardim. Liftda 1.75 tezlikda yuradi. Hammaniki 1 metr tezlikda yuradi aka. Ha. Men bunaqa liftni Four Seasonsda ko'rdim. Gasintada. Mahsulotlarga ishlaysan. Chiqqanda ham tangani qimirlamay. Va'da beruvdi, Mitsubishi motor qo'yib beraman. Bu motor bilan nima qimirlaydi? Mana pastda 12 tanga chiqdi aka mana. 12-chi qavatga chiqdik. 1.75 tezlikda yuradi. 1.75. Qat qilmaydi. Mana eski o'sha Tangaga hech narsa qilmadi. Juda zo'r. Xudoga shukr. Ishonganimizni ziyodta bilan qilib berdi. Farg'onani 12-qavatdan ko'rsatyapmiz. Pullarimiz ham tezda 12 ga kelib qoladi. Unis tomonimizda уже 12-qavatda 4 ta dom. Xudo xohlasa, yaqin kunlarda bundan ham zo'rlar. 6 oyda qilgan ishimiz Farg'onada bizni juda boshqacha kutib oldi. 2 yil, 3 yil qursalaring kerakda, men uy oldim. Buncha vaqt ketdi deb nima qiladi. Mana shu pastda baseyn, parkovka hamma narsasini va'da qilganlarimizni qilib beramiz. Sizlar bilan yana bir marta liftni sinovdan o'tkazamiz. Liftni mana yana bir marta o'tkazyapmiz sinovdan. Ko'rasiz, o'sha biz bilgan, kirib kelasiz ham tangilib ketmaydi. O'ynash sanayim. Men o'zim chetdagi gasinsalardagi ko'rganimda Ilhomjon shunaqa qilishimiz kerak deb aytdik. Xuddi shunaqa qilib basaverdi. Tanga qo'yib sinayapmiz. Yurdi o'sha. Ha, yurdi. Yurdi. Tangni qoni bilan qo'yilgan. Xudoga shukr. Shunaqangi eng zo'rlarini qo'yish nasib qildi bizga. Sog' bo'linglar. Bu Farg'onadagisi. Hamma liftlarimizda shunaqangi va'da qilamiz. Lekin dizayni hammasiniki har xil. Oddiy emas mana. Atpechatingiz ham chiqmadi. Hech narsani chiqmadi. Jumladan chiqayotamiz. Abdurov Pitola. Resepsiyonlari hamma narsasi mana shu yerda bor. Kolyaska qo'yasiz. Oddiygina qildik. Xudoga shukr. Bu kuni Qarshidagi obyektimizda ko'p quruvchi akalarimiz aytdi, o'z ularga qoplaydi. Bir narsa qolmaydi menimcha. Faqat reklama uchun qilib. Xudoyim ko'ngilni keng qilsangiz, vijdonan qilsangiz, hamma narsa qoladi. Barakasi bo'lsa, u 100 ming, 1 million pulingizdan ziyod baraka.